Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021 yil 1-21 kuni payshanba. Ya'ni Amerikaning 40 navbatlik prezidenti Jo Bayden taxtga o'tirgandan keyingi birinchi kuni. Tunigun taxtga o'tadi, bugun vazifaga o'tgandan keyingi birinchi kuni. Shunga men gapni tabiiy holda Jo Bayden to'g'risida qisqacha to'xtalish bilan boshlamoqchi. Jo Bayden bu yil 78 yosh, Demokratlar partiyasining nomzodi. Ömrünün yarmi, ömrünün köp qismini, yani 50 yıl vaqtini Amerikanın siyasi sahnesinde her xil rollarını iliş bilen tamamlagan bir şahıs. İrlandiyalik lapıştıdan Amerika tarixidagi Katolik diniga ishongan ikkinchi qitim saylangan prezident, birinchi qitim qilsa John F. Kennedy, yani John F. Kennedy'miş Boston'da tug'ilib cho'ng bo'lgan kishi 60-yillarda saylangan. Birinchi qitimliq vazifa o'tash vaqtida Texas suiqasdga uchrab qazo qilgan odam. Yani ilaqi bizning Uyg'urlarimiz nihoyatda yaxshi biladigan ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country deydigan. Yani mening davlatim men uchun nima ish qilib beradi deb so'ramay, men nima ish qilib beralayim deb so'ra degan so'zni, yani bizning kishilarimiz, bizning Uyg'urlar men uchun nima ish qilib berdi deb emas, men Uyg'urlarim uchun nima ish qilib berdi deb o'zingdan so'ra deb o'zgartib olgan. Elaqi aqtiya sözünü, meşhur sözünü degan John F. Kennedy. Şu Kennedy'den keyingi Katolik diniga e'tiqod qiladigan amının ichidan, yani o'zining diniy e'tiqodi Katolik dini. Saylangan bu kishi Demokratlar partiyasining nomzodi. Bu odam yosh vaqtidan tatibla har xil kechmishlarga, ba'zi tragediyalarga shunday uchragan odam, ya'ni tunji ayoli bilan qizi mashinada qazo qilib ketgan. Bir 50 yoshga atrofidagi bir o'g'li bir rak kasaldan bir necha yil oldin qazo qilib ketgan demakchi. Shunday bir oilaviy tragediyasi bor. Ammo o'zini men ishchilar sinfidan kelib chiqqan ishchilar sinfiga, ya'ni jafokash xalqqa nisbatan yaqin tutaman deb qaraydigan kishilarning nazarida nisbatan bir xil bunday shafqat va mehribon bir odam deb qaralgan bir odam. Bu odamningki nimalari raqobatchilar yoki tanqid qilganlari u odamni yana har xil amal, har xil shakllar bilan u odamni qarlaydi-ku, bir odamni qarlaydigan har xil usullar chiqadi. Aqni qar qilman desama, shunday har xil usullarni topadi demakchi. Bu odam taxtga rasmiy o'ltadi. Birinchi ayninki 6-kuni Amerikaniki parlamenti 12-ayning 14-kunidagi, bultur 12-ayning 14-kunidagi saylam komitetida e'lon qilingan Jo Baydenning 3 saylam belti bilan Amerikaning prezidenti, ya'ni 81 million odam bilet tashlagan. Amerikaning prezidenti bo'lgan qarorini ma'qullagandan keyin shu 11-ayning 6-kunidan 1-ayning 20-kunigacha bo'lgan shu 14 kun ichida butun dunyo Amerikaning siyosiy vaziyatiga ko'z tikkan. Ya'ni 1-ayning 6-kuni Trumpning qo'llovchilari berib, Amerikaning poytaxtiga berib, namoyish qilib, har xil shularni to'lab, parlamentga usib kirib, bir necha 4-5 odam qazo qilgan, mana shunday qalamqanchiliklar bo'lgan. Shunga qarab ba'zi kishilar Amerika vayron bo'ldigan bo'ldi, mana u nurg'un askliklarni qilgan, o'zining dardini tortgan bo'ldi deganlar bo'ldi. Ayrim shaxs va davlatlarningki, ya'ni Amerikaningki dushmanlariningki o'ylari, biroq Amerikadagi bir davlat vayron bo'lib ketsa, nurg'un dunyoda nurg'un odamlarga buning foydasini to'laroq ziyini tegdi. Lekin vayron nima ish qilganda Amerikaning bu tuzumi 200 necha yildan beri ching'ilib, pishib kelgan bir mustahkam bir sistema. Garchi Donald Trumpningki yangilik qilishga nisbatan qarashli bo'lgan bo'lsa-mu, bu to'g'risida buning sabablari to'g'risida men o'tgan qitimliq leksiyamda so'zladim. Shunga vaqtda to'xtalmayman. Ammo Jo Baydenning utib chiqishida, ya'ni 80 million odam, 81 million odam buni bilet tashladi. Donald Trumpga 74 million odam bilet tashladi. Jo Baydenning shunday ko'p sonliq, ya'ni Amerika tarixidagi eng jiq biletga erishgan bir odam. Ba'zilar unda aldamchilik bor, bunda aldamchilik bo'ldi deb qarasimi, ammo saylam komitetininki muayyanlashtirishiga qaragan vaqtda 81 million odam buni bilet tashladi. Demak, uning qo'llovchilari oz emas. Buni qo'llaydiganlar nima deydi desa, bu Trump hukumatı yurgizgan ba'zi xato siyosatlarni tuzaydi deydi. Ya'ni xato siyosatlar degan vaqtda Donald Trumpning vaqtida Amerika yer sharlashishga nisbatan qarshi pozitsiya tutib, har xil xalqaro tashkilotdan chekinib chiqqan, masalan, Dunyo sahiyat tashkilotidan chekinib chiqqan, kishilik huquq konsultidan chekinib chiqqan degan o'xshash. Endi
Bayden taxtga chiqib bilan birinchi qilgan ishi mush xalqaro tashkilotlarga qaytib kiramiz deyapti. Ya'ni dunyo sahiyya tashkilotiga qaytib kiradigan bo'ldi. Demak, ular pul yurdi degan gap. Shuning bilan birlikda yana kishilik huquq konsulligiga yana qaytib kirish mumkin. Ba'zi chekinib chiqib ketgan ba'zi xalqaro tashkilotlarga qaytib kirish mumkin. Ham shuning bilan birlikda ba'zi qonunsiz ko'chmanlarni Amerikadan qaytarib o'tishni to'xtatib qo'yapti bu odam. Shuning bilan Meksika bilan Amerikaning o'rtasidagi jiddiy bir vaziyat var. Mana shu Latin Amerikasidan qochib kelgan Amerika kelimiz degan odamlarni ayirayotgan bolalarni, dadillardan, analardan ayirayotgan bir ahvol var. Shuni to'xtatish to'g'risida bir buyruq tushadi bu odam. Ya'ni prezidentlik huquqidan foydalanib shu buyruqlarni chiqadi. Ma'lum ma'noda aytgan vaqtda bu odamninki o'zining hayot kechirmishi ham odam deganmi o'zining iddisi yoshning cho'ng'ishiga, sarguzashtning beyishiga ergashib o'zgarib mangdi-ku. Bu kishining shunday qaror chiqarishiga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ham bu odam uzun yil Amerikaning parlamentida ishlagan. Amerikaning Kengash palatasiningki tashqi ishlar komitetining boshlig'i bo'lgan, ya'ni Amerikaning tashqi siyosatini belgilashda huquqli o'rni u. 93-yil 4-oyda Balqonga berib bir haftalik ziyoratida Slobodan Milosevic deydigan ma'vu Kosovoliklarni, Bosniya musulmonlarini qirg'in qilgan jallat qo'y kichik yigitlar. Ashning yuzida, shuning ko'ziga qarab, sen bir urush jinoyatchisi ekansan, seni shunday sotlash kerak degan gapni qila olgan edim bu. Bunda aytgan vaqtda azroq bir ilmiylikning lukchakligi bor degan gap. Bu odam ba'zi deydigan yerda ba'zi gaplarni deydi. Bu odamning yana bir saylov vaqtida raqobatga tushgan vaqtda degan gaplari, agar men taxtga o'tirsam, shu Uyg'urlarga qarata yoki kishilik huquqni dafsada qilgan Xitoy amaldorlariga qarata ba'zi jazolarni yurgizman degan gapni qilibdi ekan bu odam. Shunga buning bu davlat ishlari katibi bu tayinlagan Anthony Blinken degan kishi mana kuni o'shunday deb so'ralgan vaqtda, ya'ni Pompeo Trumpningki davlat ishlari katibi Michael Pompeo Xitoyni irqiy qirg'inchilik bilan aybladi. Buningga nisbatan qanday qaraysiz? Sen qanday qaraysiz desa, men qo'shilaman degan javobni berdi. Ya'ni mening yakunim shunday dedi. Bu ish to'g'risida, ya'ni Xitoy bilan bo'lgan munosabatda kishilik huquq masalasi Baydenning vaqtida balkim texnik o'limliroq, texnik kuchliroq yo'sinda ilib beriladi. Joe Biden yana hozir 78 yoshga kirdi. Buningki muavin prezidenti Kamala Harris, yosh ayol, bu Amerika tarixidagi tunji ayol kishi bo'lgan, tunji ayol muavin prezident. Navada Joe Biden yashining cho'ng'ishiga ergashib kasal bo'lib qolgan shulab qolsa, huquqni musha ayol yurgizdi degan gap. Lekin Amerikada huquq uchga bo'lingan. Shunga bir odamningki prezident bo'lish bilan yoki bir odamning bu masxi bilan ba'zi ishlar o'zgarib ketmaydi. Undan ko'nglimiz amin bo'lsa bo'ladi. Xo'sh, endi men Biden to'g'risida shunchalik so'zlar. Endi ikkinchi bir masala, vaqt o'zgarib ketmasin, ko'pchilik bundan xabar topdinglar. Ikkinchi masala shu Trump hukumati vazifasini qilishga 24 soat, ya'ni 100 soat vaqt qolmagan vaqt ichida, 24 soat qolmagan vaqt ichida to'g'risini aytgan vaqtda Mike Pompeo butun dunyoga nima deb jakaldi desa, Xitoy Uyg'urlarga qarata Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb jakaldi. Bu deganlik irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan insoniyatga qarshi jinoyatning ichida irqiy qirg'inchilik degan tamg'a ait yomon tamg'a. Buni Xitoy hukumati va Xitoy xalqi o'zining peshonasidan yuvitamaydi. Bu mundaq chiqarilgan, ba'zilarni o'qib muayyan siyosiy mudda bilan aytilgan, ya'ni Xitoy bilan Biden hukumat o'tirishki munosabatni yomonlashtirish uchun yoki Xitoy hukumati Pompeoni ommaning insoniyatning dushmani deb mushta jakalgan uchun o'chilish uchun mushta deydi deb qaraydiganlar bor. Bunday emas. Bu siyosiy xarakterli qarorlarni chiqargan vaqtda bularni xalqaro ta'sirga ega. Bular paksiz gap qilmaydi. Shunga bir muxbir Michael Pompeo'dan nima ish qilsalar, burroq bu qarorni chiqarmanglar. Endi vazifadan qolgan chog'da buni deyislandisa, bu yenilikdan chiqargan qaror emas. Pakt kerak. Biz pakt to'pladik degan bir gapni dedi. Demak, bu tamg'a buning urildi. Demak, endi bu tamg'a urilgandan keyin Biden hukumati shu xil paktlarni to'plash qilishda Amerikaningki shu axborot tarmoqlari nurg'un uchurlarga asosan chiqadi, paktlar asosida gap qildi degan gap. Buni Biden hukumatining odamlari chiqib bilan yo'q qilib o'tamaydi.
Al irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan insoniyatga qarshi jinoyat deganning o'rtasida irqiy qirg'inchilik degan qonunning tarasi ig'irroq to'xtaydi degan gap. İnsaniyatga qarshi jinoyat deganga qaragan vaqtda irqiy qirg'inchilik degan ig'ir jinoyat. Shunga Xitoyninki kishilik huquq tarbiyalash markaziniki ma'lum mudiri Joying degan Xitoy nima debdi desa, chiqanishib. Bu saranglik bo'lmamda. Bu qarab turib bizningki Xitoy davlatini natsiyalarning davlatiga o'xshatganlik bo'lmamda deb shunday chiqanishib ketgan gap. Unda bo'lsa bir chiqanishadigan odam nima jinoyat o'tkazsa, nurg'un askarliklarni qilding, qanday juyisi jinoyatingni. Hamda butun dunyoninki adolatiga butun dunyoning ko'zida. Hamda ishlar bundan keyin darhallam bo'lib ketmaydi, asta-asta buning so'riq bo'ladi degan gap. Ya'ni bu xil tamg'i besish ma'lum mezgildan keyin o'zining kuchini ko'rsatdi degan gap. Hozirning o'zlik kuchini ko'rsatmasa, ya'ni kim planlagan, kim qilgan bu jinoyatni, qanday konkretni jinoyatni kim o'tkazgan, kimlarning o'lishiga sabab bo'lgan, kimlarni xo'rlagan, kimlarga bosqinchilik qilgan, kimlarga har xil razlikni ishlagan deganlarning o'zininki buningki xotinlik mang'udi degan gap. Buning hisobot ilindi degan gap. Bir necha yilning oldida Polshalik biraylarninki ayni vaqtda Gitler Germaniyasiningki askarlarga qo'g'dovchilab, ba'zi yahudlarga askarlik qilib qo'ygan bir odam 50-yillarda Amerikaga kelib ekan, o'zining salohiyatini yoshirib 90 yosh chig'ida bu bayqilib buning asl salohiyati. Buni tutib ketib o'zining davlatida insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan deb o'sha odamni 90 yoshli odamni jazoladi. Ya'ni 50-60 yil jo'jakmi, bunimi jo'rjakmi, ashuna ismi shunday. 50-60 yildan keyin ashuna so'rg'in qildi, insoniyat degan gap, xalq degan gap, adolat degan gap. Shunga Mike Pompeo degan bu kishiningki sen irqiy qirg'inchilik jinoyat o'tkazding degan bu gapi Xitoyning tashqi ishlar ministrligi hammasini chiqanishtirgan gap. Millatchi Xitoylarni chiqanishtirgan gap. Shuningga javoban bular nima dedi desa, Mike Pompeo'ni o'z ichiga olgan, Peter Navarro'ni o'z ichiga olgan, Steve Bannon, John Bolton qatorliq 28, Matthew Pottinger o'xshash 28 Trump hukumatining amaldorlariga o'zicha bir jazo yurgizdi. Buning nisbatan Biden hukumati nima dedi? Garchi ikki partiya bo'lsa-mu, ammo yomon kelgancha bu bir xalq, bir prinsipi bor bir davlat vakili qilgan xalq. Nima dedi desa, Xitoy sening maqig'ining qat'iy qanmashmadi. Biz vazifaga o'tgan vaqtda sening manda qilishing bizga xirs qilganing, bizga nisbatan putat qiling dedi. Demak, oldimizdagi yillarda bu to'shilishida Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi munosabatda yaxshilanish bo'lib ketmaydi. Ya'ni Uyg'ur masalasi jihatda Biden hukumati boshqa ittifoqdoshlar bilan birlashib Xitoyga besim ishlatadi. Muayyan amaliy bir natijalar barliq kammigicha bo'ldiqmaydi demakchi. Umuman aytgan vaqtda bu siyosiy masala hamda iqtisodiy masalaga kelsak, vaksinalar tarqatilib o'riladi, lekin buningki darhallam natijasi ko'rilmaydi. Qaragan vaqtda biz mushu yilni 2021-yilni shu uyda o'tirash bilan, samarab ketish bilan tug'digan o'xshaymiz. Ya'ni sal o'zimizning kayfiyatni tangshilib olganimiz yaxshi. Ya'ni ishlar 6-oyda yaxshi bo'lib ketadi, 7-oyda yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylamay, bag'a qanoat qilib, chunki sharoit mushunda bo'lgandan keyin ro'y kayfiyatimizni tanshab yaxshiroq tursak, vaboning ta'siri bir 2-3 oyning, yarim yildan keyin tugab ketgandek emas. Yilning oxirida tugasimi, bar tadrijiy yaxshi bo'ladi. Buna nisbatan bir iddiaviy tayyorlik bo'lsin. Undan sirt mening kanalimda har xil savollarni so'ragan qarindoshlar va Bitcoin to'g'risida so'raganlar va Yevropaning iqtisodi to'g'risida so'raganlar va pul muomala bozorida, ya'ni kapital bozoridagi chart analiz deymiz, sxema, chart sxemasi to'g'risida so'raganlar va men bularning hammalarning savollarini bir yig'ib ayrim bir leksiya qilib so'zlab beraman. O'tgan yili men unga chulam tegmadi. Shunga sizlarning savollaringizga vaqtida javob beramadim. Yana hozirgidek sharoitda masalan ba'zi qarindoshlar oltin olib qo'yamdiq, ya qanday qilamiz deb yoki o'ynakasb masalasida har xil ayrim savollarni xat yozib so'raganlar va ularga men sizlarning hammalariga javob berib bo'lmadim. Shunga javobni berib bo'lmaganligim uchun men sizlarga uzrlik, lekin asta-asta javob beraman. Hammalarga xayrlik
kunlar. Xudoyim buyursa, ishlarimiz yaxshi bo'lsa, umidvor bo'laylik, tirishchan bo'laylik, bolalarimizni yaxshi o'qitaylik, yaxshi o'qiydigan odamlarni, bolalarni qo'llaylik, yaxshi kishilarimizni qo'llaylik, ko'pchilik bo'laylik. Har yerda bo'lsak, omon bo'linglar. Rahmat sizlarga.